Hammaga xayrli kun. Xabaringlar bor. Men har doim storieslarimda nimani maqtasam, nimani отметка qilib qoldirsam, har doim undan o'zim foydalangan bo'laman. Hozir ham sizlarga bitta profil отметка qilib qoldirmoqchiman. Oranglarda g'ilmindini yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, sizlar uchun juda ham zo'r g'ilminda qiladigan profilni отметка qilib qoldiraman. Xabaringlar bor, 2-3 kun oldin onamlar Turkiyadan kelgandilar. Ular g'ilmindini rosa yaxshi ko'radilar. Shuning uchun qayerdan zakaz qilishni bilmay, g'ilminda Bay Madinadan zakaz qildim. Ishoninglar, men bunaqa mazali, bunaqa zo'r keladi deb o'ylamagandim. Agar tez mehmon kelib qoladigan joyi bo'lsa ham zakaz qilib, ularga anaqa stol ustiga qo'yadigan bo'lsanglar ham umuman uyaltirib qo'ymaydigan darajada zo'r tayyorlashar ekan. Hozir profiligini отметка qilib qoldiraman. Kirib o'zinglar ham zakaz qilib yeb ko'rsanglar bo'ladi, agar yemaganlar bo'lsa.